Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vaalaykum Hojatda yaxshimisiz? assalom. Rahmat. Minbar uzr, lekin hojda man ishda edim, jicha vaqtim kamroq edi, o'shaning uchun bitta Hop, masala bor, tushunmayapman to'g'risi nima bo'layotganiga. hop. Hojdada keliniz Xudo xolasa yaqinda 12-marta Qur'onni xatm qildi, Xudo xolasa. Mashalloh. Alloh muboraklik qilsin. Hozir yaqinda bir tush ko'rgan ekan. Rahmat. Yaqinda bir tush ko'ribdi. Aytadi, oppoq kiyimlik deydi. Oppoq soqollik bir a, nima yoshi katta odam deydi. O'sha o'zbekchada aytganda chol deydi. Bizni xullas bir haftalar oldin bizni 11 haftalik farzandimiz bo'lmay qoldi. O'sha ona qornida rivojlanmay qolgan. Uni oldirdik. Bir chol deydi, tushimga kirdi deydi. San uyingda nimadir bor, sani uyingda bir bog'lab turgan odam bor, san farzandli bo'lolmaysan deb qayta aytdi deyapti. Keyin u yoqda hozir men boshqa joyga kelganman-da, musofirdaman. Onam telefon qilyapti, sani uyingdan deydi, bitta salafanda barg topdim. Bu nima edi u deydi, shu nima divaning tagida ekan deydi. Shunga tushunmayapmiz. O'zim ham yelkamda qanaqa nimadir kak odamni bosib turadi-ku ustizdan. Xuddi shunaqa narsa borda har kuni shunday bo'lyapti-da o'zimda ham. Lekin o'zim bunga ham dam soldim. Qur'on o'qib o'zimiz ham dam solyapmiz. O'sha bargni Shunga sal tushunmay bo'lsa, bu nima edi? oqizib yuboringlar, suvga oqiz suvga tashlab yuboringlar. Agar Qur'onni shu darajada xatm qilayotgan bo'lsalar, hech narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa bolasini bag'riga bosadi. Ba'zan shayton ham oppoq suratda kiradi. Shayton o'zi odamlarga o'zini shunaqangi bir hokisor, chiroyli inson suratida ko'rsatadi. U tushini hech qanaqangi sizlarni farzandlaringga ham, ikkovlaringni taqdir yo'llaringga ham o'tishda zarari yo'q. Kelinimizga ayting, qul huvallohu ahadni 3 marta o'qisinlar. Keyin qul auzu bi robbil falaqini 3 ta o'qisinlar. Qul auzu bi robbin nasni 3 ta o'qisinlar. O'qiganlardan keyin hammasi jami 9 ta bo'ladi. Chap taraflariga tuf deb turib, ey Robbim, shu ko'rgan tushimizni yomonligidan bizlarga panoh bergin deydilar, tamom. Hech narsa bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Inshaalloh. Yonimda eshitib o'tiribdi. Hozir ham voqea surasini o'qidik. Har kuni kechqurun voqea surasini o'qishda o'zimizga odat qilganmiz. Hali